Startap o'zi nima? Ko'pchilik savol berishi mumkin. Startap o'zi nima o'zi aslida? Nima degan ma'noni bildiradi bu startap? Startap bu yangilik. Ya'ni siz nimadir yangilik qilasiz, bu startapdir. Va bu muvaffaqiyat yo'li o'z o'rnida. Demak, startap bu yangilik va muvaffaqiyat yo'li deb qisqa ta'rif beramiz. Uni uzundan uzun ta'riflar berishimizga hojat yo'q. Demak, startap o'zi nima desak agar, startap bu yangilik deb, yangi g'oya, yangi narsani startap deb nomlasak bo'ladi. Demak, startaplar o'zi aslida innovatsiyalarga asoslangan bo'ladi yoki innovatsiyalar ustida qurilgan bo'ladi. Ma'lum bir g'oyani innovatsiya ko'rinishida olib chiqib, insonlarning hayotini yengillashtirish uchun startap qilib olib chiqiladi va insonlar undan manfaat olib, deylik, startapni dan iste'mol qilib, deylik, o'zlarining hayotlarini osonlashtiradi. Misol tariqasida mana Ibrat farzandlari. Mana 1 yil oldin boshlangan loyiha hozir 1 milliondan ortiq odamlarga til o'rgatyapti. Mutlaqo bepul Yoshlar agentligi va Mohir Dev hamkorligida qilingan loyiha, startap loyiha, yangilik, odamlarga chekka hududlardagi odamlarga til o'rgatish uchun imkoniyat, ya'ni muvaffaqiyat yo'li desak ham yanglishmaymiz. Demak, startaplar, ya'ni yangiliklardan, startaplar innovatsiyalardan iborat, deylik, muvaffaqiyat yo'liga olib chiquvchi g'oyalardan tashkil topgan, demak, kichik kompaniyalardir. Demak, startap xususiyatlariga to'xtalamiz. Startap xususiyatlari o'zi nimalar? Dan iborat. Birinchi bo'lib to'xtaladigan narsamiz bu innovatsiya. Startaplar bular innovatorlar orqali tashkil qilinadigan innovatsiyalardir. Ya'ni biz masalan Ibrat farzandlar loyihasida misolda ko'radigan bo'lsak, chekka bir hududda, masalan, deylik, O'zbekiston bir chekka hududida til o'rganish imkoniyatlari cheklangan hududlarda til o'rganish imkoniyatlarini beruvchi innovatsiya. Ya'ni u yerda faqat ingliz tili emas, nafaqat u yerda fors tili, hind tili, turk tili, o'zbek, rus va hokazo. Ya'ni barcha tillarni o'rganish imkoniyatini beruvchi bu innovatsiyadir. Ikkinchisi bu, ya'ni tez o'sadi. Startaplar, masalan, siz 6 oy oldin boshlangan startapni 6 oydan keyin kuzatsangiz agar, masalan, ko'rsatkichlari juda tez bo'ladi. Misol tariqasida yana o'sha Ibratga qaytamiz. Ibrat farzandlarini, masalan, 1 yil oldin boshlangan bo'lsa, g'oya 1 yil oldin, masalan, 10 ming kishi foydalanayotgan bo'lsa, hozir 1 milliondan ziyod odam foydalanyapti. Ya'ni bu tez o'sish ko'rsatkichlariga egadir. Yoki Mohir Devni olamiz. Mohir Dev g'oyasi masalan 2021-yil boshlanganda, oddiy startap ko'rinishida boshlangan, hozir deylik 50 dan ortiq xodimlarga ega kompaniyaga aylangan. Tez o'sish ko'rsatkichlariga ega deylik startaplar. Uchinchisi bu moslashuvchanlik. Ya'ni qanaqa? Moslashuvchanlik o'zi nima degani? Ya'ni startaplar moslashadi. Jamiyatga moslashadi. Deylik, insonlarni hayot tarziga moslashadi. Startaplar masalan boshida g'oya boshqacha bo'lishi mumkin. U deylik rivojlangan sari, o'sish ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan sari jamiyatga moslashuvchanligi deylik shu darajada bo'ladi. Startaplar yana risk. Deylik, startaplar hammasi muvaffaqiyatli bo'ladi degan gap emas. Startap qilishda albatta risklarni ham inobatga olish kerak. Startapga risk sifatida qarash kerak. Ya'ni startapga deylik risk qilyapman degan tushuncha bilan qarash kerak. Vaqtingizni va imkoniyatlaringizni va mablag'ingizni risk qilyapsiz degan, demak, tushunchalar bilan startaplarga yuzlanamiz. Startaplar bular texnologiyalar ustida quriladi. Deylik, butun dunyoda eng innovatsion g'oyalar bular hozirgi jamiyatlarda texnologiya. Texnologiyalar ustida startaplar quriladi va bu texnologiyalar orqali insonlar hayoti keskin o'zgaradi va keskin yengilliklar olib keladi. Misol tariqasida O'zbekistonda mana fintech sohasi juda rivojlangan. Deylik, Payme, Click va hokazo bank sohalari shu darajada rivojlanganki, odamlar bu imkoniyatlardan juda tez va oson foydalanishadi. Siz agar chet el safarlariga chiqsangiz, masalan, qo'shni davlatlarga borasiz yoki g'arb, sharq davlatlariga borsangiz, fintech O'zbekistonda rivojlangan sari rivojlanganini ko'rmaysiz. Ya'ni juda kichkina kompaniyalar ham hattoki O'zbekistonda fintechda muvaffaqiyatli startaplar deylik g'oyalarni o'z ichiga oladi. Yana xususiyatlardan bittasi bu tadbirkorlik. Startap asoschilari odatda innovatorlar bo'ladi dedik va innovatorlardan tashqari IT tadbirkorlar va boshlang'ich tadbirkorlar desak ham mubolag'a bo'lmaydi.